Markaziy Osiyoda qancha aholi istiqomat qiladi, yoxud mintaqamizda qancha inson yashaydi? Tabiiy landshaftlar keskin farq qiluvchi Markaziy Osiyo davlatlari aholisi soni ham bir-biridan jiddiy farq qiladi. Masalan, mintaqa sharqida joylashgan tog'li Qirg'izistonda 7 million 300 ming inson yashab keladi. Janubiy g'arbdagi Turkmaniston aholisi esa Qirg'izistonnikidan biroz ko'proq, 7 million 700 ming atrofida. Markaziy Osiyoning yana bir tog'li mamlakati Tojikistonda 10 million 800 mingdan oshiqroq odam umrguzaronlik qilib kelmoqda. Va nihoyat, mintaqamizdagi eng katta davlat Qozog'iston aholisi adadi 21 millionga yaqinlashib qoldi. O'lkadagi eng ko'p aholiga ega davlat esa shubhasiz O'zbekistondir. O'zbekiston aholisi soni 2025-yil avgustda 38 millionlik chegaradan oshdi va bu borada dunyoda 43-o'rinni egalladi. Shunday qilib, Markaziy Osiyo mintaqasida bugungi kunda jami 85 milliondan ko'proq odam yashayapti.